Marhamat, assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan Casablanca divanimizni davom ettirishni boshlaymiz. Ko'rib o'tganidek, bizda mana bunaqa holat ekan, ya'ni mana bu narsa birinchi yasalanib turib, mana bu o'rindig'imizning ustida yotgan bo'lishi kerak ekan bu narsa. Xo'p, bu qiyinmi? Yo'q, qiyin emas. Hozir sizlar bilan mana shuni noldan yasaymiz. Xo'sh, mana bu ikkita sizlar bilan eslatib o'tsam element tayyorlab olgandik. Birinchi darsda o'sha elementlardan o'z foydalangan holatda hozir turbasimizni o'chirib turaman. Har ehtimolga qarshi. Xo'p, qaranglar. Bizda ham bir dekor elementimiz bor. Tam sizlar bilan eksport qilib olganimiz. O'sha sal hozir unda oldiroq sursak, menimcha, yoki men buni umumiy hammasini orqaroq surishimiz kerak, chunki hozir eksport qilgan paytimizda bizda aynan o'sha joyiga tushadi. Hozir ham bundaroq qilib olib kelaman. Bu bizda birinchi eksport qilinadigan obyekt, garment sifatida export selected. Bu bizda bo'lyapti Casablanca small feature uchinchisi bo'lyapti. Object sifatida hop save export done. Endi qaranglar, bunga chamfer berasizlar. Kattaroq segmentlarni ham sonini sal ko'paytirasizlar. Taxminan geometriya o'zini yo'qotib qo'ymaydigan holatda. Turbasimiz berasizlar. Ko'proq mana shunday holatga olib olasizlar. Bo'yni ham sal pasaytirib o'rsanglar ham bo'ladi mana. Hop, o'zimga qaraydigan bo'lsak geometriyaga. Hachi. Bu yaxshimi yo'q? Ham yaxshimi? Naqd qo'ying. Instance qilib hozirroqdan. X bosadigan bo'lsa ham setkani ko'rsatishga o'tadi. Xo'sh, bu ija unaqa yomon emas ekan, lekin bitta tomondan faqat mana chamfer sal kamroq bo'lib qolibdi bizga. Chamferni kattalashtiramiz. Dumonliroq bo'lib chiqishi kerak-da bizga. Mana shu holatda hozir eksport qilib olamiz bunga. Bizda avatar bo'lyapti shunga. Export selected. Uch bo'lsa bizda to'g'ri bo'ladi bu. To'g'ri. Save. Export. Hozir mana tushdi. To'xtanglar, hozir buni convert qilmasanglar o'tmaydi bari. Birinchi convert qilib keyin eksport qilasizlar. Buni chesmay chiqibdi. Chunki Marvelous turbasimiz nimaligini bilmaydi. Done. Hop, 3 marta Ctrl Z bosamiz, hamda garment holatiga qaytarib qo'yaman. Hop, endi bu yerda import object. Hop, birinchi mana buni ikkini olib kirib olamiz. Avatar sifatida. Okay. Mana ikkimizni tushdi. Endi buni yoniga boy garmentlarni olib kirib olamiz. Import object. Hop, 3 deyishmasam, 3 garment sifatida trace to the patterns from UMap holatida okay. Mana narsa tushdi. Bizga faqat mana bu ichkisi kerak. Mana bunisi bilan mana bunisi kerak. Mana ikkitadan boshqa hammasini o'chirib yuborsak bo'ladi. Nimagaligini hozir ko'rasizlar. Hop, buni qo'yib oldik. Qo'yib olgandan keyin yana file import add deb bosamiz. Object, bizda to'r bor. O'sha hozir yasagan avatarimizni okay bosamiz. Mana bu narsa tushdi. Hop, dash bu sal eniga sal enliroq ketib qolibdi. Mana shuni endi sal kichirtiraylik. Hop, endi kichirtirish ancha qiyin bo'lsa kerak, xudo xolisi. X bo'yicha minus 10 cm mi? Yo'q, 10 sal ko'proq ekan. Minus 5 cm. Yo'q, minus общий minus 8, ya'ni qisqartirdim. Bunaqasiga ham 8 cm ga qisqartiraman. Xo'p, mana. Bunga chamfer beraman. Kattaroq, dumalaqroq bo'lib turishi kerak menga bu hozir. Hop, segmentlarning sonini ko'paytiraman. Turbasimizni beraman. Orasiga yechib ketib qolmasligiga. Hamda holatga olib kelaman hozircha. Mana ozgincha yerdan tepaga ko'tarib qo'ysanglar ham bo'ladi mana. Hop, file export selected. To'g'ri bo'lyapti bu. Yo'q, yana esdan chiqib qoldi buni convert qilish. Hop, convert qildik poliga export selected to'g'ri. Yes, hop, export. Done. Qaranglar, nima qilamiz? Buni ham chamfer hammasini o'chirib turaman. Marvelousga qaytadan ko'ramiz. File imported object bizda to'g'ri.
Avatarmi? Avatar sifatida, okey. Mana bizda 3 ta obyektimiz. Endi qaranglar, mana bu 2 ta obyektimiz bor. Mana bu yerdan sal teparoq ko'tarilib turibdi. Mana 2 ta obyektimiz bor. Bu ikkita fabrikka birinchi oddiy oq rangli fabrikka beramiz. Mana o'z bilan tushganini o'chirib yuboramiz. Bu fabrikka xalq deb nomlayman. O'zingizlar bildinglar nima qilishimizni. Bu yerda birinchi sloy bo'lganligi uchun fabrik turini full grain lazerga o'tkazamiz. Xo'p, endi mana bu avatarlarning hammasiga 5 dan beramiz. 5, mana buni 0 qilamiz. Ikkalovini 0. Bu tomoniga ham 0 beramiz. Mana buni ham xuddi shunaqa. 5, ya'ni qotish masofasi 0, 0. Yopishish 0, 0. 5, 0, 0. Buni qildik. Undan keyin bizda ham ikkita avatarimiz bor. Hop, ikkalovini ham tanlaymiz. Layer clone under bosamiz yoki over farqi yo'q. Under bossanglar ham bo'ladi mana. Hop, under bosganda tashqari tomonni bu yoqqa olib chiqib olamiz. Va flip normal bosib qo'yamiz bunga. Mana tashqariga normalda qarashlik uchun. Hop, endi mana bu bunaqani custom angle ga o'tkazamiz. Tikish burchagini. Hop, hozir bizning qiladigan yana bitta ishimiz bor. Mana bu tomonda ham xuddi shu narsani takrorlab olamiz. Mana flip normal. Endi qaranglar. Biz ham buni balandligini o'stirishimiz kerak. Hop, to'xtaylik, mana shu yoyilib ketib qolar ekan. Hop, bundoq qilib turaylik. Hop. Uzaytiramiz. Taxminan yo'q. Jam unchalik katta emas, bundaroq. Shift Z da bossanglar o'lchamlar ko'rinadi, bilasizlar buni. Taxminan 2 barobar bo'ldi ham bitta bundoq qaraydigan bo'lsangiz, 1,5 barobarda turibdi hozir. Normal. Bu tomonni ham shunga to'g'rilaymiz mana. Faqat bizga tegiga qarab o'sib ketib qoldi, hech narsa emas. Buni teg tomonni tepaga ko'tarib qo'yamiz. Hop, endi chokimizni chernotdan custom angle ga o'tkazganmiz. Bitta. Yaxshi. Bizga bo'ladi hozir. Simulyatsiyani bosamiz. Hop, mana bo'ldi. Endi qaranglar, mato ichkariga qarab yotishi uchun hozir ham yana uzunligini ozgincha uzaytirsa ham bo'lar ekan, o'zi bunday o'ylab qarasak. Hop, keling simulyatsiyadan oldin yana ozgincha uzaytirib ola qolaylik. Misol ya bu katta bo'lib ketib qoldi, 140 125 ta mana taxminan aniq qildik. Mana ham tepaga ko'tarib olamiz. Past tomonni o'zini bundoq qiladigan bo'lsam, o'shanda joyini o'zgartirishim shart emas bo'ladi. Hop, simulyatsiyani bosamiz. Endi ham ichki qismlarimiz bor edi bizda. Mana bu, mana ikkalovi. Mana shu ichki qismga bosim berasizlar. Taxminan 5. Simulyatsiyani bosadigan bo'lsanglar, bu bizda hozir o'z sekin tortib yiqitishni boshlaydi mana obyekt. Agar yiqitishga kuchi yetmasa, ya'ni o'ziga o'zi xalaqit berishni boshlasa, hop, ikkinchi yo'ldan ketamiz. Hozir mana o'zi xalaqit berishni boshlayapti. 0 beramiz mana bosimga. Ko'rayotganlaringiz aniq holatda turibdi. Hop, aynan mana ichiga balkim boshqa fabrik berib ham bitta eksperiment qilib ko'rsak bo'ladi. Hop. Bu yerda customga o'tkazdim. Uni rangini qora qilib qo'yishim kerak, faqat shunisi bor. Material misol qora qilib qo'yib ajratib olishga. Okey. Bizda ham ikkita obyektimiz bor edi. Mana ham ikkala ekan. Qani nima bo'lar ekan? Tashirmikin, tashamasmikan? Ha, tashyapti ekan, mana ko'rayotganingizdek. Xo'sh, ma'lum bir darajaga kelganda, o'sha ham ichdagi avatar bizga xalaqit berishni boshlaydi. Mana. Mana shu darajaga yetgan ekan. Xo'p, endi bularni hardga o'tkazib turamiz. Endi ichdagi avatar bizga xalaqit beryapti, shu soatda buni o'chirib yuboramiz. Shift tab ni bosaman yana qaytadan. Xo'p, hozir full grain da turibdi. Full grain lazerda. Xo'sh, yo'q. Ctrl Z 4 marta. Ichki qismini ichiga pin bera olamiz. Ha, tepasiga mana, past ekan bu. Ha, tepasi bor shunda. Hop, mana bunda ham tomon tepasi bor shunda. Ha, pin bera oldik.
Endi pilla yordamida buni pastga sekin tortamiz bunisini. Obyektni o'zini. Buklangan holatga olib olishga. Hop, simulyatsiyani to'xtatdik. Bu tomonimizda mana ketib qolibdi. Shu ketib qolishi kerak emas. Hop, Ctrl Z. Hop. Mana shu avatarni o'chirguncha mashina shaklini birato'la olib kela qolaylik. Mana mana shu holatda. Hop, bizlarning pastda edi. Yo'qdan tepasida edi. O'zi bitta tomondan qilib qo'ysalar yaxshi bo'ladi. Obyektni sal bundoq teparoqga ko'tarib, buni orqaroq suramiz-da, mana. Hop, yo'q, men ichiga kirib ketib qolmasin, iloji boricha. Bundoq qilib tursa ham bo'ladi mana. Hop, mana obyektimiz ichiga kirib ketib qolibdi, deyincha avatari. Xo'sh. Mana. Taxminan bo'ldi. Buni hozir past tomonni ham pinda ulaveraman, hozir faqat men bu tomonni pastroq qopib olishim kerak. Hamma narsani. Ham tezroq getiramiz. Iloji boricha. O'tiradigan joyimizni ham bekitib qo'ymasligi kerak bizga. Bu tomonda ham shu narsani takrorlaymiz. Tezroqga mana turadik. Hop, Shift W ni bosib turaman hozir. Avatarni o'chirib turaman. Past tomoni ham ketib qolmasligi, past tomoniga ham bir pinlarni berib olaman. Bu tomonda ham shu narsani takrorlayman. Kelin mashina bitta aylantirib qo'yaylik, ham garmantini ham teskari olib qo'ygan o'sha. Hop, Shift W ni bosadigan bo'lsam, mana ko'rinadi endi hozir. Mana. Hop. Yaxshi. Bizlar ham shakl keldi. Endi faqat bularga ozgincha pressure beraveramiz. Ichki qismiga. Misol, ikkila. Tashqari tomonga ham xuddi shu narsani qilamiz. Hop. Tashqari tomonga ham past qismini pin qilsanglar bo'ladi. Mana. Yo'da ham shunaqa. Past tomoni ham ketib qoldi, shu ketib qolmasligiga pin qildim. Hop, endi keyingi qiladigan ishim tashqari tomoniga ham ozgincha bosim berib olish bo'ladi. Mana. Misol 2 atmosfera. Simulyatsiyani to'xtataman mana shu joyda. Endi qaranglar nima qilamiz. Buni eksport qilamiz. Object selected. To'g'ri bo'lyapti bu? Yes. Sen. Yes, okay. Hop, import qilamiz. Import add object to'g'ri. Avatar. Okay. Mana bo'ldi 3 ta avatarimiz. Endi nima qilamiz? Hamma pinlarni o'chirib tashlaymiz. Ctrl bosib, mana voynaga o'tib Ctrl bosib, pinni tanlash instrumentdan foydalangan holatda qilsanglar, o'chib ketadi. Hop, endi mana bitta fabrikimizda bor edi. Fabrikka mana berib oldik. Oddiy fabrik. Bunaqa emas. Murakkab emas. Hop, faqat mana bitta endi 5 beramiz. Mana bularga 0, bunisiga ham 0 beraveramiz. Hop, aylancha kutamiz simulyatsiyani. Tepa tomonni xohlasanglar olib bittashib ko'ringlar. Ichiga kirib qo'ygan joylari bor. Mana masalan bizda ularni qanaqa qilib chiqarish, mana bunaqa qiyin narsa. Masalan, bitta select mesh degan narsa bor. O'sha mana select mesh tanlab turib, tomonlarni mana avatarlarni bekitib turgan holatda tashqariga tortib olamiz. Avatarlarni hozir ko'rsatamiz, qani. Qayerda qanaqa muammo bor? Shularni hammasi mana shu select mesh yoki shu kabi instrumentlarda ochib mana hal qilinadi. Hop, bu tomoni bizga ham bu tomon kerak ekan. Mana ham kerak bizga. Bu yerni ham mana chiqarib oldik. Xo'sh, endi bu tomonimizdan yo'q, bu tomonimiz ekan, misol teparoq ekan bu tomon. Yo'q, mana tanlab oldim, buni ham sal teparoq ko'tarib olaman. Mana bu tomonni mana sekin ko'tarib olamiz orqasidan.
ichiga kirib qolishi kerak emas. Ichiga kirib qolsa bizga muammolarni keltirib chiqaraveradi. Hop, mana bu tamom. Avatarlarni bekitib turamiz. Mana mana bu tomonga. Avatar shiftda. Bu tomon ham bo'ldi. Endi ham tomonlarimiz qolibdi. Mana simulyatsiyani boshqatdan beraveramiz. Ham bizga kirib chiqib qo'ygan joylar ham chiqib ketish kerak iloji boricha. Hop, mana bu tazincha shunaqa muammoli joylar paydo bo'lyapti. Mana bitta mana. Hop, hozir nima qilsak bo'ladi? Ham avatarni deactivate avatarni bosib qo'ysanglar, simulyatsiyani bosib o'rsanglar, ham o'zi qo'yaveradi ham tomonlarni mana. Ya bitta variant. Hop. Deactivate bo'lib turgan holatdan foydalanib olib, balkim boshqatdan qilib ko'ramiz ham yerda. Chiqib ketmasa, xudo xolisa. Yo'q, chiqib ketmadi, faqat ham burchaga sal qochib ketib qoldi. Qaranglar. Avatarning ikkinchisi bor, o'shani sal tepaga ko'tarsanglar, o'zi yerdan ancha ko'tarib turish kerak bu. Chunki ham teyda muammoli mana bunaqa momentlarni hosil qilyapti. Hop, ko'tardik. Endi mana surishib bo'ladi. Aynan shu uchidan. Avatar bekitib turaman. Hozir bizga skladkada muhim emas, hozir bizga aynan shu shaklni to'liq qoplab olishi muhim. Hop, mana tey tomonni ancha ko'tarib oldik. Ikkinchi tomonni ham tekshirib olamiz, hammasi joyidami yo'q. Ikkinchi tomonimizda yaxshiroq yotdi, mana ko'rayotganingizdek. Buni ancha yana teparoq ko'taramiz. Hop, mana bu tomon faqat mana ichiga kirib qolibdi. Shuni hisobga olmaganda. Xo'sh, ancha kutamiz. Mana xolasi keldi. O'sha ishimizdan 90% bitdi. Endi bu yerda o'sha 10% joyi qoldi. O'sha hozir ham kamchiliklarni to'g'rilab ancha ham avatar segmentlari kamlik bo'lyapti bizda. O'shanga avatar parametrlaridan smooth avatar yoqib qo'yamiz. 10. Hop, bitta yetadi menimcha. Ham garment qaytarib tiklaymiz. Mana o'sha kerakli joyigacha tortib qo'yamiz. Mana normalniy. Ham qirralarda ancha muammoli joylar bo'lyapti. Buning hammasi o'sha otesdan chiqib qoldi. Garmentimizning o'zida ham segment kamligini hisobiga. Hozir segment jana ko'p emas, o'sha hisobiga shunaqa ancha muammoli vaziyatlar vujudga kelyapti. Xo'sh. Select meshda nastroyni tanlab olib turib,
Mana tepaga ko'tarib olamiz. Qo'yib yuboramiz simulyatsiya. Xo'sh. Bunaqa bo'lishi kerak emas o'zi, bilinglar bunaqa bo'pti. Mayli. Bu tomonimizda xudo xolasa o'xshat. Olganda yaxshi hozircha yomon emas. Endi bunga pressure 0 beramiz, hammasiga to'rttalovga. Pressure 0. Mana 15 ga tushiraman hozir garmentni. Endi pressure 0, garmentimiz 15 bo'lgandan keyin sal mana bitta mana odam bashara bo'lish boshlaydi. Hop, xudo xolasa. Mana tomonlarimiz bor. Sal teparoq ko'tara olamiz mana. Qo'yib yuboramiz qaytadan. Hop, mana. Bu tomonimizda ham burchaga keldi mana, xudo xolasa. Simulyatsiyani to'xtatib turamiz. Mana shu turishida. Endi qaranglar. Garmentlarni boshqa presetda simulyatsiya qilamiz. Hozir mana customda turibdi. Hop, menda yana o'zim yasagan presetlarim ham bor. Ham sofa preset ham bor. Ham sofa presetdan nolingisini yasadim. Bun detallarni hozir men sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Mana 75, ham boshiga 77, 65. Hop, 38, 31. Mana shu sonlarni terib chiqsanglar, sizlarda ham xuddi shu preset paydo bo'ladi. Uni keyin o'zingizlarga save qilib qo'ysanglar bo'ladi. Men buni bo'lisha olmayman sizlar bilan, chunki bu anaqani o'tasidan chiqib qoldi. Sergey anaqani preseti shuni hisobiga. Hop, endi hozir biz mana bu to'rttalovini terminaldan custom angle'ga o'tkazamiz. Bundan oldingi 85 beramiz, mana boshiga 15 beramiz. Hop, burchaklarni chiqarib olamiz birinchi. Hop, chiqqandan keyin endi fabrik hammasini belgilab qaranglar. Seam taping yoqamiz. Xuddi o'sha undan oldingi obyektni nima qilganmiz, hammasini takrorlaymiz. Mana 15 beramiz. Detailga o'tamiz. Mana bitta bending weft bilan 85 berib chiqamiz. Hop. Buni berdik. Endi double sided yoqamiz. Mana double sided yondi. Endi dazmolni olib turib, hammasini mana shu qirralarini dazmollab chiqamiz. Hozir boshlanishiga bu. Mana tomonda ham xuddi shu narsani takrorlaymiz. Mana takrorladik, simulyatsiyani bosamiz endi. Hozir ancha o'ylayapti. Mana sekin mana choklarimizga kelishni boshladi. Xudo xolasa. Yaxshi holatga. Endi bu obyektni o'zini shakli bilan shug'ullansak bo'ladigan paytam baholasi kelib qoldi. Qaysi joy sal yoqmayapti menga, qaysi joy ekan mana shu yana sal tortib chiqarib yuborish kerak tashqariga. Agar o'xshamayotgan bo'lsa, sizlarda yoki menikidan yaxshi chiqayotgan bo'lsa, davom etaveringlar. Menda misol bunaqa muammo bundan oldingi misol yasagan modelimda bo'lgani yo'q. Bundan oldingisida menda ko'proq birinchi asos bilan muammo bo'ldi. Shuni hisobiga ozgina cho'zildi. Xo'p, endi hozir ham asosni ham activate qilsak bo'ladi. Activate avatarni bosamiz. Endi qaranglar. Keyin qiladigan ishim buni ozgina semirtirishim kerak, shuni hisobiga ishirishim kerak. Xo'p, men pressure beraman. 2 hammasiga o'z umumiy kontrollar 2 dan beramiz. Xo'p. Endi eniga bu kengaytiramiz. 105 ga 105 dan boshlasak bo'ladi. Hozir bizga skratkali ko'proq kerak, shuni hisobiga
Hop, hozir ayincha o'ylayapti. Buni ham 105 deymiz mana. Eniga ham bo'yiga ham kengaytirdik. Pressure berdik ikkita, bo'ldi. Ayincha kutamiz. Qani nima narsa bo'lar ekan. Bo'ldi mana. Simulyatsiyani bosamiz. Sofa preset. Qopti. Ayni avatarda mana shu joyda shu muammo bo'lganligi uchun ham segmentganmi, bilmayman. Shuni hisobiga mana shu kirib qolibdi. Ayni mana shu burchagida. Hop. O'zim avatarni hozir o'chirib olsa ham bo'ladi. No, hamma tomon o'zi mana ideal holatga keldi, pastki. Faqat buni endi shaklini ham ichkarisini sal kengaytiramiz. Misol 5 beramiz ham bosimga. Hop, shaklni uzunligiga ham mana kattaroq beramiz mana masalan brizonga brizonni ichkariga kattaroq ham bosim bilan hamma tomonni ishira berishiga. Hop. Bu tomonda ham shu narsani takrorlaymiz. Mana thickness collision namlagan 5 berib qo'yishimiz kerak. O'sha hammasida narsa 5 bo'lishi shart. Hop. Bo'lmasa sel bergan paytingizda sizlarda o'xshamaydi. Xolisanglar undan kattaroq son ham bersanglar bo'ladi. Unaqasi yo'q uni. Katta bo'lsa hech qanaqa zarari yo'q. Kichkina bo'lgandan ko'ra. Hop. Hamma tomonimizda ham ancha bo'lib qoldi, xudo xolisi. Hop, 20 berib qo'ydik, qani. Tashqari tomonni ham sal kengaytiramiz. Hamda choklar sal kamlik bo'ldi. Horizonda beraylik, mana masalan. Hop. Simulyatsiya. Уже mana ishni boshladi, xudo xolisi. Ham urilishi kerak menga mana buniki. Mana bunday holatda egilishi kerak ekan. Hop, mana bu tomon xudo xolisi bitta endi bu tomon. Xo'sh, mana misollarni hammasini ko'chirib chiqsak bo'ladi. Brizonga brizon. Hop, thickness mana bunga ham misol 5 beramiz menga bosimga. Bunda ham sal kengaytiramiz 5. Hop. Ichkarisi 20, 120. Hop. 120. Bosimga 20. Simulyatsiyani bosamiz endi. Bizda anaqa obyekt paydo bo'ldi, xudo xolisi.
va ammo olganda xudo xohlasa ichimizda bitta pashti. Faqat ham burchagi sal yoqmayapti menga. Aynan mana shu burchak. Ham chetda nimadir muammo bo'ldi avatarda, shuni hisobiga mana shunaqa holat yuzaga kelyapti. Qancha naqsi ham, simulyatsiyasi ham ko'rasizlar. Hop, endi ham o'zimizga yoqadigan darajada chokli, to'rog'im, g'ijimlilarni hosil qilib olamiz. Shu referensdan qaragan holatda menga hozircha mana shu holati ham yoqyapti. Mana qalarlik bilan ko'rsatib ko'raman, nima narsa bo'layotganini ko'rish uchun. Mana shell berib, turbusimiz bergan edi, sizlardan mana shunaqa holat yuzaga kelishi kerak. Hop, simulyatsiyani to'xtatamiz hozircha. Endi keyingi qiladigan ishimizni umumiy mana bu obyektni belgilaymiz. Solishtirib ko'ramiz, qani nima narsa bo'lgan ekan. Sal yana kengaytirish kerak ekan. Tashqarisini. Hop, 115 beramiz. Bunaqasiga ham 115 beramiz. Sal ham paxmoqqa o'xshab turishiga. 115. Yo tomonga ham 115. Pastiga ham 115. Hop, pressure misol 8 deb beraylik. Bunga ham 8 beramiz. Hozir mana bosim ostida yana ham ishadi. Mana narsa. Mana shu effekt kerak, aynan mana shu ish kerak. Hop, mana ayni tortib qo'ydik. Xohlasa. Xudo xohlasa model bitdi mana. Bu qismi ham. Keyingi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Buni quvvat setkiga o'tkazamiz. Hop, setka ko'rinishiga o'tib olaman. Hammasi belgilayman. Hozir 15 ta turibdi, particle distance esingizda tursin. Hop, miscellaneous mesh type quvvatga o'tkazamiz mana. Ayni kutamiz. Fayl kodda shani hisobiga. Hozir ayni qotishim mumkin. Hop, mana bo'ldi bu narsa. Hop, qaranglar, endi bu yerda mana 10 ga tushiramiz. Choklarimizning sifati yana ham oshishiga. Segmentlarimiz unaqa katta songa oshmaydi. Oshsa ham bizning foydamizga bo'ladi bu narsa. Shuni hisobiga. Hop, men hozir mana shu joyda faylni save qilib qo'yishim kerak. O'z vaqtliroq qilib qo'yishim kerak. Hozir particle distance berishdan oldin har ehtimolga qarshi. Nima olganda mana shu holatda ham qilsak bo'ladi. Haydi kutamiz va yo'q, hali emas ekan. Mana endi bo'ldi. Buni save qilib qo'yamiz birinchi. Simulyatsiya berishdan oldin bizda bu 6 bo'pti. Yes. Bundan oldingisi ko'rpacha bor deb o'ylab, shu ko'rpachasini yasab o'tirdim. Ko'rpacha yo'qligini sizlar bilan ko'rdik. Shuni hisobiga mana shu holatda qoldirdik. Hop, save bo'pti bu, inshaalloh. O'xshamasa, bittada taslim bo'lmaylar, 2-3 ta harakat qilib ko'ringlar. Agar shunday ham o'xshamasa, bitta qolib turinglar, undan keyin o'xshab ketadi, xolos harakat qilsanglar. Hop. Bo'ldi mana. Endi bu obyektni olamiz, belgilaymiz. Hop, bitta simulyatsiya bera olamiz birinchi. Mana hozir choklarimizning sifati yana ham oshishiga. Ancha kutamiz. Xudo xolasa hozir yana ham ochiladi model. Bo'ldi mana. Modelimiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Endi buni file, export, object selected, bu bizga bo'tdi 5 bo'tdi. Save, fin, all pattern so'zi avatarlik kerak emas bizga. Bo'ldi. Hop, faylni yana save qilib qo'yaman. Max ochaman. Import qilamiz. Import. Bizda bot small seater mana 5. Bizda 4000 ta poligon bo'pti bunda. Yomon emas. Hop, mana. Poligonga o'giramiz buni ham. Tekshirib ko'ramiz. Hech qanaqa muammo bo'lmayapti. Mana joylari ham mana tekislarni ketib ko'rayotganidek segment ko'paygan hisobiga.
shell beramiz. Shell nomingisi va turbasimizni bitib berib ko'ramiz. Qani nima narsa bo'lar ekan. Ko'rayotganlaringizdek hamma narsa bizga mana hosil bo'ldi. Obyektimizning ikkinchi qismi ham xohlisi bitdi. Endi oxirgi qism ham bu orqa tomoni qolyapti. Orqa tomonni xudo xohlasa bundan keyingi videoda ko'rib chiqamiz. Sizlarga e'tiborli uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.